Assalomu alaykum aziz fuqarolar, xalqim. Yana bitta video chiqaryapman, xudo xolasa. Endi bu gal aytdim sizlarga, sudlardan o'tganimni o'shandan ozgina parcha aytib o'taman. Birinchi instansiya, ikkinchi instansiya, uchinchi instansiya sudlaridan o'zimni da'voyim bo'yicha fuqarolik sudidan o'tganman. Birinchisi o'zi ma'muriyda edi. Ma'muriydan fuqarolikka o'tkazib yuborishdi. Birinchi instansiyadan keyin fuqarolikdan o'tdim. 3 ta inson Oliy sudgacha. Da'vogarlar to'g'risida aytaman. Da'vogar men bor, anaqam yo'q, yuristim yo'q, o'zimni himoya qilganman. Javobgarlar, birinchisi Avtos korxona GM O'zbekiston mashina zavodi, ikkinchisi Markaziy bank, uchinchisi Kapital bank. Yana 3 ta suddan bundan keyin huquqim tiklanmagandan keyin Iste'molchilar federatsiyasi meni himoya qilib sudga chiqdi. Ularda ham 3 ta instansiyadan o'tdik, birinchi, ikkinchi, uchinchi instansiyadan. Va ularni javobgarlar qo'shildi. Yana Toshkent viloyati Markaziy bankning Toshkent viloyati bosh boshqarmasi qo'shildi va MCJ To'ron Avto MCJ dilerlik kompaniyasi qo'shildi. Yana noqonuniy qaror chiqarildi birinchi, ikkinchi, uchinchi instansiyalar va keyin Konstitutsiyon sudga chiqdim. Ya'ni keyin gapirib beraman Konstitutsiyon sudga chiqqanimni. Sudlarda qo'llanilgan qonunlarning Konstitutsiyaga muvofiqligini tekshirish bo'yicha ozgina chalkashlik o'ta paydo bo'ldi. O'shani keyingi videomda ko'rsatib o'taman, qanaqa chalkashlik paydo bo'lganligini Konstitutsiyon sudda. Eshitganlarga ozgina o'ylab ko'ringlar, mani anaqalarimni, nima deydi, gaplarimni xulosa chiqaringlar. Keyin xudo xolasa sekin haligi katta videodan chiqarish o'rganmasam, hammasini bitta qilib xudo xolasa tushuntirib beraman, qanday nima bo'lganligini. Rahmat sizlarga.